Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana o'sha 59. Bugungi yo'nalishimiz bir nechta Footverse yo'nalishi bo'yicha bir dona pak, ekstra paklar ham ochamiz bugun. Undan oldingi videomiz 100 dona prosmotr yig'ibdi. Bu bizga yangi rekord degani. Lekin obunachilarimiz soni haligacha 36 ta. Iloji boricha ko'proq obunachi kerak bizga. Sababi biz 50 ta obunachi qilishimiz kerak. Bunda biz birinchi pakni boshladik va birinchi pakni o'zida 2,5 mingtalik o'yinchi tushdi. Adashmasak bu 5 mingtaga ketishi ham mumkin yana. Tag'in yana bilmadim. Qani 110lik o'yinchi tushdi. Tabii 111 tushib bersin. SB CDMdan ko'ra SB asroq ham barqaror o'yin. Bayer kuchliroq bo'ladi o'shalar. Hozirda 3-pakt va Lama An-Nasr o'yinchisi 109lik o'yinchi. 109da 2,5 ming ketmoqda hozirda. Hisob-kitob bo'yicha. 108lar har doim o'zining sonida ketadi, bilasiz. Hozirda davatsa bizda shular 108 SB tushdik. Free pack ochamiz. Birinchida 5 mingtalikning 10niga free pack ochaylikda. SB tushdi. Bastoni tushdi. 5 mingtalik pakt bizga ketdik. 109lik goalkeeper. 60dan nimaga olmandingiz deyishingiz mumkin. Menga 60da umuman kelmaydi chunki sizga bo'lmoqda. 1,5 mingta tushsa zo'r bo'lardi, lekin ajoyib. Shuncha pak ketdik. So'ng berish kerak va o'yinchilarimizni ko'rishingiz mumkin. Hisob-kitob vaqti kelmoqda. 4,5 million. Dam o'yinchilarni tiqadigan bo'lsak, bizda 6,5 million, 7,5 million pul paydo bo'lar ekan. Uni kelib birinchi o'ylab bitta qaysidir o'yinchi qolib ketgan, adashmasam. 16-chi. Eshetmayapmiz. Birinchi mana kuchaytiraylikda, ja bo'lmasa yana o'yinchi olaveramiz farqi yo'q bizga. Maksimum darajalar qarashimiz kaskincha qolmoqda. Bo'ldi yana. 20 6 daraja qo'shib berdi. Qarang, kimda bor shunaqangi legendary account? Buruz o'yinchilarni kuchaytirishimizga bemalol yetadigan mablag'imiz bor ekan. Uni kuchaytira olamizmi? Keyinlarda davomli pak ochamiz. Omad kelsin. 109 bermasa bo'ldi. 110 bersa ham mayli, 109 bermasa bo'ldi. Kelinglar. Yangilanibdimi? Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. 100 nechidir o'yinchi berdi. 100 nechidir. 108 bo'lmasa bo'ldi. Shit. Mana shuncha yiqqan edim. Keling, to'xta qolaylik. Ozgincha ishlatamiz xolos-ku. Dash kerak emas bu narsa bizga o'xshash. 1400 ta qilib qo'ydik. Bu yerda albatta mana buni ochib olishimiz kerak. Tekken Fryer tushadi o'yinchilardan. 100 Bakın 100'e bormasını yapıp bakınız.
To'xtanglar-da. Qochaylik-da. Donalar berar ekan. Bizga nima kerak? Donalar berish. Nima qilamiz? Jiban yo'nalishiga kiramiz albatta. Qilardik. Buni keyinchalik ochishimiz 85% topishimiz kerak. Keyin sizga qaytamiz, aka. Unda biz o'yinchini kuchaytiramiz. Bu videoni ham 100 ta odam ko'radi deganni bitamiz. Pirlo kuchaytiramiz. Ketdik. Pirlo bol. Denda ham o'ynashim kerak. Pirlo deyarlik sidem bo'lib qoldi. Bu necha ko'chada Klilanda biz 150 dan 150 ga boradigan bo'lsa. Davay. 150. Bizda hozir jami bo'lib 270 bo'lib qoldi. Mana shunday bo'lmaydi. Endi qanday yana yo'nalishlar bor? Demoqchi bo'lsangiz. Barcha yo'nalish qolmadi deb umid qilamiz. Hozirda bizda shular bo'lmoqda edi. Liberdox. Aspetta. Performance. Ders qiziqmas narsa ekan. Qiziqmayman bu narsaga, okey. Давайте klub channel premium degani ketdi ham shu ahvol. Normal narsa yo'q. Qanday? Pikam yaqinda ketar. Pikramni biz tugatdik-ku. Bizga endi muammosi yo'q-ku. Fortress. Kiraylikchi Fortressga nimalar yangilanmoqda ekan. Endi 2 kundan keyin mana buni to'ldirib qo'yib, pak ochamiz. 2 kundan keyin video chiqadi. Bu videodan keyin 2 kundan keyin video chiqadi. Litvan. Full. Uchi. Full. 1, 2, 3, 5, 4, 9. To'xtang. Biz bitta ish qilamiz. Sizlar uchun oxirgisi 110 plus ochib qo'yamiz. Sizlar maxsus. Biz 109 plus ochamiz. Bunun 109 plus. Ko'pincha talab. Mana ikkalamiz beklaydik. Bu yerda tiqadigan o'tdan qolmaydi o'sha. Nifika себе. 111 plus o'yinchi demoqda. 111 li o'yinchi kerak ekanmish. Qayerdan olaman men hozir? Bunday qilsak ham bo'laverarmikin? Keyingisi udar. Abratski. Evet.
Ana illete abush. Illete abush. Endi kiramiz. Soch. Oh, shut up. Ah, Wait. Abduqodir Husanov bor ekan. Abduqodir Husanovni kuchaytiramiz. Davay. Center box. Hozir buni levelini oshiramiz. Kecha o'tgan videoda mancha kuchaytirmadik shekilli, bu safar kuchaytirishga harakat qilamiz. Lionel Messini qachon olasiz desangiz, bilmadim qachon olaman. Ishla qol endi, umuman вообще-то Wi-Fi ishlamayapti endi. FIFAni shu taraf yomon. Wi-Fi turibman, yana sorry deyapti menga. FIFA, это сфорный плейс, это ебаный нахуй гайси, блядь. Nima kerak shunaqa qilishdi bu? Bugungi videomiz shulardan iborat. Hammangizga xayr.